har qanday davlatchilikni mustahkamligini belgilagan narsa bu xalqi davlatni tuzumiga, davlatni boshqaruv tizimiga, institutlariga bo'lgan ishonch. Bizda kuchli parlament yaratildi hozir. Hamma narsani hal qila oladi parlament. Endi mana shu xususiyatni mahalliy kengashlarga o'tkazishimiz kerak. Amaldagi qonunchilik ochiqlik tamoyillaridan kelib chiqqan holda kengash sessiyalari imkoniyat darajasida ochiq o'tkazilishi va yoritilishi lozim. Sessiya yakuni bo'yicha tarqatilgan axborotda qaysi masalalar ko'rib chiqilgani, qanday muhokamalar bo'lgani, kimlarning hisoboti eshitgani va uning faoliyatiga qanday baho berilgani aniq va xolis aks ettirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Masala ko'rib chiqilyapti, lekin deputatlarga yetib bormagan. Biz ko'rmadik-ku bu masalani desa, nima deyapsiz? Siz bu hujjatni menga berib qo'yishgan oldin deydi. Sizga berib qo'yishgan bo'lsa, siz kotibiyat mudorisiz. Bu degani siz hammani ongi emas, siz o'qiganingiz hamma o'qigani emas. Oldin kengash faoliyati asosan ijro etuvchi hokimiyatning ta'sirida tashkil etilgan, endilikda esa kengash raisi mustaqil faoliyat olib borishi, kengash va deputatlik nazoratini samarali tashkil etish, ularning faoliyatini muvofiqlashtirib borishi kerak bo'ladi. Tuman shahar kengashi raisligiga saylangan barcha deputatlarimiz juda ham katta mas'uliyat yelkangizga yuklanyapti va buni sezib turgan holda o'ylaymizki, mana yanvar oyidan boshlab sizlarga asosiy vazifalarni qo'ymoqchimiz. Nimalar bilan shug'ullanishingiz kerak? Shunga qarab keyin o'zingizni faoliyatingizni keyingi 4 yil davomida olib borishga muvaffaq bo'lasiz.